Leksiyimizi başlaymayız, hürmetlik vatandaş, yukarı leksiyanın anılmalı. Endiki mavzumunda. Kişilik hukukunu gözetkichi Xalqaro Kishilik huquq tashkiloti. Jungoning Shinjongda kishilik huquqni sistemlik dafsanda qilayotganligini yoki kishilik huquqqa daxlataruz qilayotganligini tanqid qildi. Mavzuli xabar 9-oyning 10-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Kishilik huquqni kuzatuvchi Xalqaro Kishilik huquq tashkiloti yakshanba kuni doklad e'lon qilib, dokladda mundaq ko'rsatdi. Jungo o'zining g'arbidagi Shinjang rayonida musulmonlarning kishilik huquqiga sistemalik holda daxlataruz qilish harakatini qanot yaydi. Kishilik huquqni kuzatuvchi Xalqaro Kishilik huquq tashkilotining dokladida mundaq ko'rsatildi. Jungo hukumati Shinjongning har qaysi joylarida 1,300,000 musulmonga majburlash xarakterlik siyosiy ideya singdirish, qatorliq siyosiy ideya singdirish, qator o'ltirqizib jazolash, ko'chish, yo'tkilish va uchar aloqalarni cheklash, diniy e'tiqod erkinligini kunda cheklash hamda ommaviy kollektivlashtirib nazorat qilish qatorliq usullarni qo'llanib, xalqaro kishilik huquq qonunlariga xilof vositalarni ishlatdi. Kishilik huquqni kuzatuvchi Xalqaro Kishilik huquq tashkiloti Jungoning kishilik huquqqa daxlataruz qilishi to'g'risida yozilgan dokladni e'lon qilishdan 10 kun burun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti zo'ravonizm va qarshi turish bahonasida nazarband qilingan uchurlarni nazarband qilingan Uyg'urlarni darhol qo'yib berish to'g'risida chaqiriq e'lon qilgan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy kamsitish tugatish komiteti taxmin sonliq ma'lumotlarni naql keltirib, Shinjongda 1 millionga yaqin Uyg'urlarning erkinlikning har xil shaklda 1 millionga yaqin Uyg'urlarning erkinligining har xil shaklda cheklanganligini ko'rsatgan edi. Kishilik huquqni kuzatuvchi Xalqaro Kishilik huquq tashkiloti dokladida mundaq ko'rsatdi. Jungo doiralari xohlagancha nazarband qilingan Uyg'urlarni nazarbandxona, turma qatorliq aslarga qamab, qonuniy asosi yo'q tarbiyalab o'zgartirish lagerlariga qamadi. Dokladda mundaq ko'rsatildi. Tarbiyalab o'zgartirish lagerlariga qamalgan kishilar har qanday normal tartibdan o'tmagan yoki ayblanmagan, hukm qilinmagan advokatlar bilan ko'rishalmaydi. Oila tabobiatlari bilan taxamo ko'rishalmaydi. Kishilik huquqni kuzatuvchi Xalqaro Kishilik huquq tashkilotining Jungo bo'limining mudiri Sophie Richardson xonim mundaq ko'rsatdi. Jungo hukumati dal hozir Shinjongda bir necha 10 yildan beriki eng zo'r ko'lamlik kishilik huquqqa daxlataruz qilish harakatini qanot yaydiryapti. Shinjongda yuz berayotgan bostirish harakatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va aloqador davlatlarni sinoqqa duchor qildi. Jungo hukumati 2014-yildan boshlab Shinjongda zo'ravonlikqa qarshi zarba berish maxsus harakatini yo'lga qo'ydi. Xinjiang 2016-yili Tibetdan Shinjong Uyg'ur avtonom rayoniga yetkazib kelinib, sekretar bo'lgandan keyin Shinjongda bostirish jiddiy yuqori ko'tarildi. Jungo amaldorlari mundaq dedi. Shinjong dal hozir islom zo'ravonlari va bo'lginchilarning qattiq tahdidiga duch keldi.
musulmonlarni asos qilgan Uyg'urlar oz sonliq millat bilan ko'p sonliq xanzular orasida jiddiy munosabatlar paydo qildi. Jungo hukumatining Şinjan rayonida kishilik huquqqa ig'ir xiloflik qilishi Amerika Davlat Majlisining diqqatini qo'zg'adi. Davlat Majlisida ikki partiya va ikki palataga tabi 10 necha nafar palata a'zosi Amerika Davlat Mahkamasi va Moliya Ministerligiga birlashma imzo qo'yib, xat yozib, Jungoning Şinjan rayonida kishilik huquqqa ig'ir xiloflik qilgan Kompartiyaning yuqori darajalik amaldorlarini jiddiy embargo yurgizishga talab qildi. Va kishilik huquqni kuzatish xalqaro kishilik huquq tashkilotining yaqinda e'lon qilgan maqolasi.